Ushbu videoni tuya go'shtini bilmay yeb qo'ygan homiladorlar albatta ko'rishi kerak. Ko'pchilik homilador bo'lib ketgan bemorlar tug'ruq jarayonining vaqtida yuzaga kelmayotganligi yoki muddatdan ham o'tib ketganligidan shikoyat qilishadi va ushbu holatni eko dasturi bilan bog'lashadi. Aslida esa ayolning organizmi bu bir murakkab tuzilma bo'lib, tug'ruq jarayonining yuzaga kelishi bu organizmning xususiyatlariga bog'liq bo'ladi. Agarda sizda homilangiz muddati yetgan bo'lsa-da, tug'ruq kelmayotgan bo'lsa, ushbu uy sharoitida qilinadigan 4 life hackdan keyin albatta sog'lom tug'ruqni chaqirishingiz mumkin bo'ladi. Birinchisi, nega tug'ruq kelib chiqmayapti deb qo'rqmasdan issiq vanna qabul qiladigan bo'lsangiz, sizdagi stressning ketganligidan keyin albatta sog'lom tug'ruq kelib chiqadi. Ikkinchisi, kundalik jismoniy tarbiya miqdorini oshirishingiz kerak. Uchinchisi, sut bezlarini stimulyatsiya qilish ayollar organizmida oksitotsin gormonining miqdorini oshiradi va ushbu holat natijasida bachadon qisqarib, tug'ruq jarayoni yuzaga keladi. Va nihoyat eng oxirgisi bu sog'lom jinsiy aloqa hisoblanadi.